Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. 2026 yilda 65 yoshdan oshgan pensionerlar qaysi guruhga kiradi? Bu guruhlar nimani anglatadi va qaysi holatda pul, imtiyoz yoki hujjat masalasida muammo chiqishi mumkin? Bu ma'lumot har bir pensioner ota-onasi bor farzandlarga, shuningdek, hozir pensiyaga chiqishga yaqinlashayotgan insonlarga bevosita tegishli. Men darhol aytaman. Agar siz o'zingiz qaysi guruhga mansub ekaningizni bilmasangiz, keraksiz yugur, noto'g'ri ariza, kechikkan to'lov yoki imtiyozdan foydalana olmaslik holatiga tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu kanalda oddiy odam tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, hujjat va ijtimoiy yordam masalalarini aniq qilib tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasiga juda sodda qarardi. Yoshim yetdi, hujjat topshirdim, pensiya tayinlandi, tamom. Ya'ni odam o'zini bitta katta toifaga, pensioner degan umumiy guruhga qo'shib qo'yardi. Lekin amaliyotda hamma pensionerning holati bir xil emas. Kimdir ishlamaydi va faqat pensiya bilan yashaydi. Kimdir pensiya olib turib ham ishlaydi. Kimdir nogironlik bo'yicha qo'shimcha huquqlarga ega. Kimdir yolg'iz yashaydi, parvarishga muhtoj, dori-darmon, kommunal to'lov, uyga xizmat masalasida alohida yondashuvga muhtoj. 2026 yilga kelib eng muhim o'zgarish shundaki, pensiya va ijtimoiy himoya tizimida odamning real holatini aniqlashga e'tibor yanada kuchayadi. Ya'ni faqat pasportdagi yoshga qarab emas, balki daromadi, ish bilan bandligi, oilaviy ahvoli, nogironligi, parvarishga muhtojligi, yashash sharoiti, hujjatlarining to'g'riligi ham tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar sizning ma'lumotlaringiz bazalari to'g'ri bo'lsa, ko'p narsa osonlashadi. Agar ma'lumotlar xato bo'lsa, masalan, siz allaqachon ishdan chiqqansiz, lekin tizimda hali ham ishlayotgan ko'rinsangiz yoki yolg'iz yashaysiz, lekin mahalla hujjatlarida bu aks etmagan bo'lsa, siz tegishli yordamni vaqtida ola olmasligingiz mumkin. Men bugun pensionerlarni amalda darta asosiy guruhga ajratib tushuntiraman. Siz videoni ko'rayotib o'zingizga savol bering. Men qaysi guruhdaman? Mening ota-onam qaysi guruhda? Bizning hujjatlarimiz to'g'rimi? Birinchi guruhga 65 yoshdan oshgan pensiya oladigan va hozir rasmiy ishlamaydigan fuqarolar kiradi. Bu eng keng tarqalgan guruh. Masalan, erkak kishi 65 yoshda, ish staji yetarli, yoshga doir pensiya tayinlangan, hozir hech qayerda rasmiy ishlamaydi. Yoki ayol kishi 35 yoshdan oshgan, avval ishlagan, keyin pensiyaga chiqqan va bugun faqat pensiya hisobiga yashaydi. Bu guruhdagi odamlar uchun eng asosiy masala pensiya miqdori, indeksatsiya, qayta hisoblash, kam pensiya olsa nima qilish, staj to'liq hisoblanganmi, ish haqi davrlari to'g'ri olinganmi? Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam 10 yildan beri pensiya oladi, lekin biror marta pensiya hisob kitobini tekshirtirmagan. Keyin ma'lum bo'ladiki, eski ish joyidan oylik ma'lumotnomasi to'liq kiritilmagan. Ayrim yillar stajga qo'shilmagan yoki familiya o'zgargani uchun bitta davr tizimda ko'rinmay qolgan. Masalan, Sobir aka 67 yoshda, u 35 yil ishlagan deb o'ylaydi, lekin pensiya hujjatlarida 29 yil staj ko'rsatilgan. Sababi 1990 yillardagi bir korxonada ishlagan davri arxiv ma'lumotnomasi bilan tasdiqlanmagan. Agar u buni tekshirtirsa va kerakli arxiv hujjatini topsa, pensiya miqdori qayta ko'rilishi mumkin. Bu darhol 2 barobar oshadi degani emas, lekin har oy 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq farq chiqsa, bir yilga hisoblaganda bu katta pul bo'ladi. Bu guruhdagilar xavotir olish kerak bo'lgan holat shuki, agar pensiyangiz juda past bo'lsa, demak shunaqa ekan deb qo'l siltanmang. Avval staj, ish haqi davri, imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, zararli ish sharoiti, sobiq korxona arxivlari bor yo'qligini tekshirish kerak. Xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar esa hujjatlari to'liq, pensiya tayinlanganidan keyin ham bir necha marta tekshirtirgan. Barcha ma'lumotlari elektron bazalarda to'g'ri aks etgan pensionerlardir. Ikkinchi guruhga pensiya oladi, lekin bir vaqtning o'zida rasmiy ishlaydi yoki shartnoma asosida daromad oladi. Bu guruh juda muhim. Chunki ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi. Odam pensiyaga chiqqandan keyin men baribir pensionerman deb o'ylaydi. Lekin rasmiy ishga kirganda ayrim to'lovlar, qo'shimchalar, qayta hisoblash tartibi yoki ijtimoiy yordam mezonlari boshqacha baholanishi mumkin. Masalan, Dilbar opa 66 yoshda pensiya oladi, lekin maktabda yarim stavka ishlaydi.
u oyga pensiyadan tashqari ish haqi ham oladi. Uning olati ishlamaydigan pensionernikidan farq qiladi. Chunki tizimda daromad manbai bor deb ko'rinadi. Agar u ham ta'minlanganlik, moddiy yordam yoki ayrim mahalliy imtiyozlarga ariza bersa, uning ish haqi ham hisobga olinishi mumkin. Yana bir misol, Karim aka 7 yoshda pensiyada, lekin qo'riqlash xizmatida rasmiy ishlaydi. U ishlayotganini hech kim bilmaydi deb o'ylashi mumkin. Lekin hozir ko'plab ma'lumotlar soliq, bandlik, pensiya va bank tizimlari orqali bog'lanadi. Agar rasmiy shartnoma bo'lsa, ish haqi aks etadi. Shuning uchun yashirish foyda bermaydi. Aksincha, keyin ortiqcha to'lov, noto'g'ri imtiyoz yoki qaytarish talabi chiqishi mumkin. Bu guruhdagilar nimani bilish kerak? Birinchidan, ishga kirganingizda pensiya organiga yoki tegishli xizmatga xabar berish talab qilinadigan holatlar bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, rasmiy ish haqi kelajakdagi ayrim qayta hisob kitoblarga ta'sir qilishi mumkin. Lekin hamma holatda ham avtomatik ravishda foyda beradi deb o'ylamaslik kerak. Uchinchidan, agar siz vaqtincha ishlayotgan bo'lsangiz, masalan, 3 oy, 6 oy mavsumiy ish, bu ma'lumot ham hujjatlarda to'g'ri aks etishi kerak. Kim xavotir olish kerak? Pensiya olib rasmiy ishlayotgan, lekin hujjatlarini tekshirtirmaganlar. Ayniqsa bir vaqtning o'zida moddiy yordam, uy-joy subyetsiyasi, dori-darmon yordami yoki yolg'iz pensioner imtiyoziga ariza berayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Kim xavotir olmasa bo'ladi? Ish holati to'g'ri ko'rsatilgan, daromadini yashirmagan, hujjatlarini tartibga solgan pensionerlar. Uchinchi guruh nogironligi bor, bo'g'uvchisini yo'qotgan yoki alohida pensiya turiga ega pensionerlar. Uchinchi guruhga yoshi 65 dan oshgan bo'lsa ham. Oddiy yoshga doir pensiya emas, balki nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli shartlarda tayinlangan pensiya yoki maxsus asosdagi pensiya oladigan fuqarolar kirishi mumkin. Bu guruh juda nozik. Chunki bu yerda bir nechta huquq bir-biriga aralashib ketadi. Masalan, bir odam 65 yoshga yetgan, lekin ilgari nogironlik pensiyasi olgan. Endi u yoshga doir pensiyaga o'tish foydalimi yoki nogironlik bo'yicha qolish foydalimi? Buni taxmin bilan hal qilib bo'lmaydi. Hisob-kitob qilish kerak. Ba'zan yoshga doir pensiya ko'proq chiqadi. Ba'zan nogironlik bo'yicha ayrim imtiyozlar muhimroq bo'ladi. Men har doim aytaman, pensiya turi o'zgarsa, faqat oylik pul miqdoriga emas, balki qo'shimcha huquqlarga ham qarash kerak. Hayotiy misol. Ma'mura opa 68 yoshda, ikkinchi guruh nogironligi bor. U dori-darmon, tibbiy ko'rik, reabilitatsiya vositalari bo'yicha ayrim yengilliklarga muhtoj. Agar u faqat qaysi pensiya etini 1000 so'm ko'proq deb qarasa, noto'g'ri qaror qilishi mumkin. Chunki ba'zi hollarda qo'shimcha tibbiy imtiyozlarning qiymati oyga etini 1000 dan ancha katta bo'ladi. Shuning uchun bu guruhdagi pensionerlar pul miqdorini ham, imtiyozlar paketini ham solishtirishi kerak. Yana bir misol. Rustam aka zararli ish sharoitida ishlagan. U oddiy tartibda emas, imtiyozli staj asosida pensiyaga chiqqan. Keyinchalik hujjatlarda zararli ish davrining bir qismi noto'g'ri ko'rsatilganini sezgan. Bunday holatda arxiv, korxona buyruqlari, lavozimlar ro'yxati, mehnat daftarchasi, ish sharoiti bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim bo'ladi. Agar shu hujjatlar topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu guruhda eng katta xatolardan biri. Men 15 dan oshdim, demak hammasi avtomatik o'zgaradi deb o'ylash. Yo'q, hammasi avtomatik hal bo'lavermaydi. Ayrim hollarda ariza yozish, tibbiy komissiya xulosasini yangilash, arxivdan ma'lumot olish, pensiya turini solishtirish kerak bo'ladi. Ayniqsa nogironlik muddati, qayta ko'rik sanasi, tibbiy hujjatlar va bank rekvizitlari to'g'ri bo'lishi shart. 4-guruh eng himoyaga muhtoj guruhdir. Bunga 65 yoshdan oshgan, yolg'iz yashaydigan, farzandlari bo'lsa ham real yordam olmaydigan, sog'lig'i sababli o'zini o'zi parvarish qila olmaydigan, tekin yoshga yaqinlashgan yoki undan oshgan, doimiy dori-darmon va uy sharoitida yordamga muhtoj pensionerlar kiradi. Bu guruhdagi odamlar ko'pincha o'z huquqlarini talab qila olmaydi. Sababi oddiy, yoshi katta, sog'lig'i yaxshi emas, telefon yoki internetdan foydalanmaydi, hujjat yig'ishga kuchi yetmaydi. Shuning uchun farzandlar, qo'shnilar, mahalla faollari bu masalaga befarq bo'lmasligi kerak. Masalan, Zaynab xola 12 yoshda yolg'iz yashaydi. 2 farzandi boshqa viloyatda, biri chet elda. Xola pensiya oladi, lekin oyog'i og'riydi. Poliklinikaga borishi qiyin. Kommunal to'lovlarni vaqtida to'lashda qiynaladi. Qog'ozda u oddiy pensioner bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin real hayotda u parvarishga muhtoj. Agar mahalla,
ijtimoiy xizmat yoki tibbiyot muassasasi uning holatini to'g'ri rasmiylashtirsa, unga uyga tashrif, ijtimoiy xodim yordami, dori-darmon bo'yicha maslahat, ayrim moddiy yordam imkoniyatlari ochilishi mumkin. Ahmad ota 79 yoshda. O'g'li bilan bir uyda ro'yxatda turadi. Lekin o'g'li boshqa joyda ishlaydi va otasiga doimiy qaray olmaydi. Hujjatda u yolg'iz emasdek ko'rinadi, lekin amalda yordamga muhtoj. Mana shu nozik farq ko'p masalada hal qiluvchi bo'ladi. Shuning uchun faqat propiska yoki ro'yxatga qarab emas, real yashash holatini ham mahalla dalolatnomasi, tibbiy xulosa, qo'shnilar ko'rsatmasi orqali tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Bu guruhdagilar va ularning yaqinlari juda ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki yordamning katta qismi hujjat to'g'ri rasmiylashtirilgandan keyin boshlanadi. Hamma biladi-ku, xolam yolg'iz degan gap yetarli emas. Tizim hujjatga qaraydi. Hujjat bo'lmasa huquqni isbotlash qiyinlashadi. Endi men eng muhim nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat. Pensioner bir vaqtning o'zida bir nechta guruh belgilariga ega bo'lishi mumkin. Masalan, odam 2000 yoshda pensiya oladi, yarim stavka ishlaydi va nogironligi ham bor. Uni faqat bitta oddiy toifaga tiqib qo'yish noto'g'ri. Bunday holatda har bir huquq alohida tekshiriladi. Ish haqi alohida, nogironlik alohida, pensiya turi alohida, moddiy yordam mezonlari alohida. Ikkinchi nozik jihat. Hujjatlardagi bitta xato ham pulga ta'sir qilishi mumkin. Familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan, mehnat daftarchasida muhr noaniq, korxona nomi o'zgargan, arxivda boshqa nom bilan turgan bo'lishi mumkin. Odam esa men ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisobida hamma biladi emas, hujjat ishlaydi. Uchinchi nozik jihat bank kartasi, ishonchnoma va pul olish tartibi. Yosh katta insonlar ba'zan pensiya kartasini farzandiga, nevarasiga yoki qo'shnisiga berib qo'yadi. Men bunday holatlarda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Agar ishonchli odam bo'lsa ham rasmiy ishonchnoma, pul sarfi bo'yicha oilaviy kelishuv, pensionerning roziligi bo'lishi kerak. Afsuski, hayotda pensionerning puli boshqa odam tomonidan ishlatilib, keyin oila ichida janjal chiqadigan holatlar bor. 4-nozik jihat. Chet eliga chiqish yoki boshqa hududga ko'chish. Agar pensioner uzoq muddat boshqa joyda yashasa, manzil, bank, tibbiy biriktirish, mahalla ro'yxati o'zgarishi mumkin. Bu ma'lumotlar tartibga solinmasa, chaqiruv xati yetib bormaydi. Tibbiy ko'rik o'tmay qoladi. Ijtimoiy yordam arizasi rad etilishi mumkin. 5-nozik jihat norasmiy ish. Ba'zi pensionerlar bozorda uyda xizmat ko'rsatishda norasmiy ishlaydi. Bu albatta har bir holatda alohida baholanadi. Lekin shuni biling, agar siz moddiy yordam so'rasangiz, real daromad masalasi ko'tarilishi mumkin. Daromadni yashirish keyin ishonch muammosini tug'diradi. Eng to'g'ri yo'l o'z holatingizni ochiq hujjat bilan qonuniy ko'rsatish. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi guruhga kirishingizni yozib chiqing. Qog'oz oling va 4 ta savolga javob bering. Men ishlayapmanmi yoki yo'qmi? Menda nogironlik. Imtiyozli staj yoki alohida pensiya turi bormi? Men yolg'izmanmi yoki parvarishga muhtojmanmi? Pensiya hisobimni oxirgi marta qachon tekshirtirganman? Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni bir papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar. Agar parvarishga muhtojlik bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma va mahalla dalolatnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, pensiya hisob kitobini tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmatlarga murojaat qiling. Ariza berganda pensiyamni qayta hisoblab bering deb umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Aniq yozing. Mening ish stajim to'liq hisoblanganini, ish haqi davrlari to'g'ri olinganini, arxiv hujjatlarim pensiya ishiga qo'shilganini tekshirib berishingizni so'rayman. 4-qadam. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish holatingiz to'g'ri aks etganini tekshiring. Ish beruvchingiz sizni rasmiylashtirganmi? Ish haqi o'tkazmalari ko'rinadimi? Shartnoma muddati to'g'rimi? Ishdan chiqqan bo'lsangiz buyruq chiqarilganmi? Chunki siz tizimda hali ham ishlayotgan ko'rinib qolsangiz, ayrim yordam turlarida muammo bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar yolg'iz yoki parvarishga muhtoj bo'lsangiz, mahallaga murojaat qiling. Menga yordam kerak deb og'zaki aytib ketmang, yozma ariza qoldiring.
Arizda holatingizni aniq yozing. Yoshingiz, kim bilan yashashingiz, farzandlaringiz qayerda, sog'lig'ingiz, qanday yordam kerakligi. Masalan, uyga ijtimoiy xodim biriktirish, moddiy yordam, dori-darmon bo'yicha ko'mak, tibbiy ko'rikka borishda yordam. Arizangizdan nusxa yoki ro'yxatdan o'tganligi haqida belgi olib qoling. 6-qadam rad javobi bo'lsa, og'zaki gapga rozi bo'lmang. Yozma javob so'rang. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatiladi. Sababni bilsangiz xatoni tuzatasiz. Masalan, daromad yuqori deyilsa, qaysi daromad hisoblanganini tekshirasiz. Hujjat yetishmaydi deyilsa, aynan qaysi hujjat kerakligini bilib olasiz. Ro'yxatda yolg'iz emas deyilsa, real yashash holatini tasdiqlovchi dalolatnoma tayyorlaysiz. 7-qadam. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini kamida yiliga bir marta ko'rib chiqsin. Bu juda muhim. Ota-onangiz pensiya olmoqda, demak hammasi joyida deb o'ylamang. Bank kartasi ishlayaptimi? Pensiya vaqtida tushyaptimi? Dori-darmon xarajatlari oshmadimi? Uyda parvarish kerak emasmi? Mahalla ro'yxatida holati to'g'rimi? Tibbiy hujjatlari yangilanganmi? Bularning hammasi tekshirilishi kerak. Bugun men 2026 yilda 65 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng muhim bo'lgan 4 ta guruhni tushuntirdim. Ishlamaydigan oddiy pensionerlar, pensiya olib ishlayotgan pensionerlar, nogironligi yoki alohida pensiya turi bor pensionerlar, hamda yolg'iz yoki parvarishga muhtoj pensionerlar. Eng asosiy fikr shuki, hamma pensioner bir xil emas, huquq ham, xavf ham, kerakli hujjat ham holatga qarab farq qiladi. Men sizdan iltimos qilaman. Bugunoq o'zingiz yoki ota-onangiz qaysi guruhga kirishini tekshiring. Hujjatlarni bir joyga yig'ing, pensiya hisobini tekshirtiring. Mahalla va pensiya bo'limiga kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Kechiktirilgan har bir oy ayrim holatda yo'qotilgan pul, olinmagan yordam yoki ortiqcha asab degani. Izohlarda yozing. Siz qaysi guruhga kirasiz yoki ota-onangiz qaysi holatda? Pensiya hisobingizni oxirgi marta qachon tekshirtirgansiz? Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni 35 yoshdan oshgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning muammosini hal qilib berishi mumkin.